Dunyodagi eng sog'lom oqsil tuxum. Shuning uchun meni ko'proq yeng. Men qovurilgan kartoshkaman. Dunyodagi eng zararli taomlardan biriman. Dunyodagi eng sog'lom sabzavot ismaloq. U juda foydali va vitaminlarga boy. Ismaloq tanani kuchli qiladi. Dunyodagi eng zararli mahsulot qayta ishlangan go'sht mahsuloti. U stressni kuchaytiradi va immunitetni zaiflashtiradi. Dunyodagi eng foydali mevalar. O'rmon mevalari antioksidantlarga boy bo'lib, miya faoliyatini yaxshilaydi. Dunyodagi eng zararli mevalar konservalangan mevalar. Ko'p shakar bor, qondagi shakarni tez oshiradi. Dunyodagi eng yaxshi suv limonli suv. Immunitetni kuchaytiradi. Limon C vitaminiga boy, shamollash va infeksiyalarga qarshi yordam beradi. Dunyodagi eng xavfli ichimlik gazli ichimliklar. Qon shakarini tez oshiradi, semirish va diabet xavfini kuchaytiradi. Dunyodagi eng foydali shirinlik asal. Energiya oshiradi. Tabiiy glyukoza va fruktoza tez quvvat beradi. Dunyodagi eng zararli mahsulot shirinliklar. Bolalarda qaramlik hosil qiladi. Miya shakarni ko'proq talab qila boshlaydi. Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.